Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biza Koreyada bugun 3-aprel. Bitta qo'lida mana bunaqangi apparatchani olib, lekin mashinaga vobshe tushunmaydi. Bunda kameraga olib, klientga jo'natamiz Rossiyada. U ishonadi mana bu narsaga, ko'ziga ishonadi. Bu sistemada bir 10 yildan beri ishlayapmiz. Bitta mashinani olib turib, ustiga $10,000 qo'yib turib chiqarib olmaymiz. Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz do'stlar. Biza Koreyada bugun 3-aprel. Bugungi tema bir blogerni ko'rib qoldim. O'zimizga o'xshagan kolleg desak ham bo'ladi. Shunaqa video qilib, obzor qilib, klientlarga mashina chiqarib berar ekan odam. Videosida nima degan? Shunaqangi ish bilan shug'ullanadigan blogerlar bitta qo'lida mana bunaqangi apparatchani olib, tashnamer bilan, qo'lida kamera bilan syomka qiladi, lekin mashinaga vobshe tushunmaydi degan. Bu narsani sababini aytib beraman sizlarga. Mana bu narsani tashnamer bilan urib, bunda kameraga olib, klientga jo'natamiz Rossiyada. Mana shu ikkita detalli kraskasi bor ekan. Mashina o'zi chotki, ideal holatda, boshqa kraskasi yo'q desam, u menga ishonmaydi. U ishonadi mana bu narsaga, ko'ziga ishonadi. Ko'zi bilan ko'rib, ushlab ko'rsa ishonadi. O'sha bloger aytgan ekanki, samouchka mashinani qanaqa qilib tekshirishni bilmaydi degan ekan. Mayli, gadagudak biz ham tushunamiz. Bu sistemada bir 10 yildan beri ishlayapmiz. 10 yildan beri mashina haydayapmiz, lekin imенно mashinani qanaqa qilib tekshirishni yaxshi bilamiz. Yaqinroq olib keling, men bitta ko'rsataman sizlarga. Mana shu ikkita detalli kraska bo'lgan. Bu bilan urib ko'rsatamiz klientga, lekin o'zimiz ko'zimiz bilan mana shu narsani ko'ramiz. Mana shu yerga skoch yopishtirib, kraska sepiladi. Kraska sepilgandan keyin mana bu skochni yulsa, mana bu tagida qoladi baribir. Yaxshilab e'tibor bersa ko'rinadi. Mana shu yerga ham skoch yopishtirib, kraska sepka, mana taglari qolgan. Mana bu yerdan bilsa bo'ladi, keyin mana bu yerdan bilsa bo'ladi, mana. Mana tagi oqarib qolgan. Kraska yaxshi sepilmagan. Bilsa bo'ladi. Biz ham gadagudak ozmos shu temada yurimiz, tushunamiz. Mana buni sababi bunda videoga olib turib klientga jo'natish maqsadida. Bu odamni nima uchun bunaqa deb chiqqanini men biroz tushuntiraman sizlarga. Bu odam yo ichi qaro odam yoki ko'ra olmaydigan odam, shunaqangi bizga o'xshagan mashina jo'natadiganlarni ko'ra olmaydigan odam shunaqa gapirib chiqadi. O'zini sohasida ishlaydigan, o'ziga o'xshagan odamlarni hurmat qiladigan odam bo'lsa, buni birovni yomonlab chiqmaydi. Mayli, shu odam 10 yildan beri men professional 10 yil Kuzavnoyda ishlaganman degan ekan, lekin odam o'zini yaxshilash kerak-ku, lekin birovni yomonlamash kerak-da. Hit qilmoqchi bo'lsa, odam birovni yomonlamasdan turib, o'zini yaxshilab chiqsa bo'lardi. Bloger chiqib turib, bizga o'xshagan, o'ziga o'xshagan odamlarni yomonlab chiqqan odam birinchi marta ko'ryapman-da. Do'stlar, sizlar nima deb o'ylaysizlar mana shu temaga? O'zi ham oxir-oqibat video qilib, men klientga jo'nataman deyapti. Ma'no nima shunda? Ma'no, mantiq nimada? Bu odam birinchi yomonlab chiqib, shunaqa qilib video olib jo'natadiganni, keyin oxir-oqibat to'q video olib, mana video oldim, endi klientga jo'nataman deyapti. Shu tushunib bo'lmaydi odamlarga. Men hayronman. To'ldirib og'zini bunaqangi blogerlarni uzoqqa bormaydi, bittasi tushib qoladi. Biz ham misol uchun mana shu mashinani klientga ko'rsatib, uzoqda turib, polniy informatsiyani berib aytamiz, mashina yetib borsa, klient davoling bo'lsa, klient bitta duo qilib rahmat ishlaringga deydi. Hamda falonchidan oldim deb birovga predlagat qiladi. Bizning maqsadimiz shu, birovga chuqur qazish emas, chunki biz ham unaqa boy oiladan katta bo'lib chiqmaganmiz. Biz ham mehnat qilib, pul topib, mashina olganmiz. Birinchi mashinani ham biz ham birovlardan qaz-qavalloq qilib olganmiz. Shuning uchun har doim mashina zakaz qiladigan odamni o'rniga o'zimni qo'yib ko'raman. Bu odam qanchaga mashina olar ekan? Qandoq qilib olar ekan? Qanaqa mashina oladi? Yaxshi mashina oladimi? Qimmat mashina oladimi? Arzon mashina oladimi? O'ylab ko'rib, shunga qarab variantlarni tashab beramiz. Klientni byudjetidan kelib chiqib mashina tashab beramiz. Mashina narxi qimmat bo'lsa, bitta ikkita detali bilan ko'proq probegda mashina tashlasak bo'ladimi sizga deb tavsiya qilib ko'ramiz. O'zimizdan o'zimiz bitta mashinani olib turib, ustiga $10,000 qo'yib turib chiqarib yubormaymiz. Yana bir marta aytaman sizlarga, har doim mashinani Koreyada sotilish narxini predlagat qilamiz. Hech qachon o'zimizdan o'zimiz ustiga $1,500 qo'yib aldab sotmaymiz. Bizda bo'lmagan. Endi men palonchida bo'lgan, tugunchida bo'lgan deb hozirgi odamni singori pastkashlik qilib gapirmayman. Mosh kimdirlarda bo'lgandir. Do'stlar,
bu birda adashmaydi. Mana shu yerda bir necha yildan burun biz shu faoliyatni olib borib yuribmiz. Xudoga shukr, o'zimizga yarasha auditoriyamiz bor, o'zimizga yarasha klientlarimiz bor. Birinchi mashina olgan odam qaytib kelib bizdan 3-chi, 4-chi mashinasini olgan odamlar ham bor. Mana shu mashina 21-yil 6-oy 100 ming probegda Nobles komplektatsiya 360 kameralar bor. 24 million 490 ming. Narxi mana aytildi. Plus dostavka 800-850 dollar Rossiyagacha. Hozir qanaqadir gap ketibdi, arzonroq bo'ladi degan gap, hali neizvestno. 300 dollar usluga olamiz. 300 dollar. Rossiyaga borganda rastamoshkalarga ham yordam beramiz. Mana hisobim bo'yicha mana shu mashina 2 million 250 ming maksimum boradi. Rastamoshka bo'lib, Vladivostokda klient qo'liga tekkuncha. Ikkita detal krashini hozir ko'rsatdim uni. Xohlasalar mana bu bilan ham urib ko'rsataman. Mana. Bu mashina to'rvidi. To'rvidi 2 million 200 ga bu kabishdan ham arzon mashina aka. Do'stlar, videoni mashina qidirgan do'stlarga jo'natib qo'yinglar, gruppalarga tashlab yuboringlar. Men pastda ssilkamizni qoldiraman, Telegram kanalimizni o'tib obuna bo'linglar. Shunaqangi arzon mashinalarni har doim qo'yib boramiz. Auksionda bundan ham arzonni yutib olganmiz. O'tgan hafta yutib olgan mashinamiz klientga примерно 2 millionga tushadi. Xuddi mana shunaqangi mashina. Faqat bitta pozitsiya past komplektatsiya. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.